deydi. Teatralniy usta darsda o'tirganimizda zerikib ketsam, bitta qilig'im bor edi meni. Allohdan bu ham ovoz chiqarardim-da. Menga qaragan odam mendan chiqayotganini bilmaydi. Domlamizni injiqroq domlamiz bor edi. Kerak emas darslar bo'ladi. Chet el tarixi degan, chet el teatr tarixi degan dars bo'layotdi. Fransiyaning teatrlarida deyapti, zerikib ketdik, o'tiribmiz, nima keragi bor bizga? Yo'q, deya. Ularning mohiyatining, ularning sabohatining deyapti-da. Turib Bilinmayapti. desam domla, o'sha mohiyat nimani ovozi bu? Nimani ovozi bu? Deyapti-da, hamma bolalar tumalashyapti. O'char deyapti. Men uni skorost beribman unga.